Mana. Visual Studio Code'ni ochib olamiz. Mana. Endi bugun sekin-astalik bilan kod yozamiz. Bu mana bu narsa React kutubxonasi. Package.json bu nimasi edi React'da? Pasporti, yaxshi. Shunaqa deb qarasak ham bo'ladi. HTML bu HTML. React bu single page application. Single page application degani faqatgina bir dona HTML bo'ladi degani. Uni qanaqadir o'zgachaligi ham, qiziqli joyi ham o'sha yerda. Qarang, haqiqatan ham hammasi bitta HTMLda bo'ladi. Bunga o'zi hech qachon teginmaymiz. Qanaqadir asosiy holatlardagina ayrim joylariga biror narsa kiritmasak, deyarli bu HTML sahifaga 99% holatda teginmaysiz. Hamma biz yozadigan kodlar avtomatim mana shu div deb nomlangan, root deb nomlangan idsi root deb nomlangan divning ichida render bo'ladi. Render degani chizilish degani, to'g'rimi? Shunaqa chiziladi. Biroz hozir kod yozish davomida o'z ko'rib olasizlar. Endi qanaqa render bo'ladi? Mana index.html ni ochaman, qarang. Mana bu yerga qarab turasizlar. Hozir hech nima yo'qmi ichida? Hech nima yo'q. Mana haqiqatan divni ichida hop. Hech narsa yo'q, to'g'rimi? Endi o'tib terminalni ochib dastur ishlashi uchun npm i qilib olamiz. Node modules papkasi kerak chunki bizga. Biroz kutamiz. Mana node modules keldi. Ana endi package log.json keladi. Bu ham keldi. Mana joylarini o'qish shart emas. 150 ta package qo'shildi. Shunaqa gaplar, bir balolar, bu kerak emas. Clear. Endi npm deyman, run deyman, dev. Development holatda menga ishlatib ber deymiz. Mana dasturimiz ishladi. Endi buni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana bizda proyekt hosil bo'ldi. Buni ko'rishimiz mumkin. Mana proyektimiz. Endi mishkani o'ng tomonini bosib, qiziq jihatini qarang. Ana HTMLni ichida, mana bu yerda hech nima yo'q. Lekin mana bunday qilsak, bitta sayt kelib chiqyapti, to'g'rimi? Mana bir narsalar yasalgan, mana bunaqa rasmlar, qanaqadir mana bunaqa yozuvlar, bir narsalar chiqib turibdi. Mishkani o'ng tomonini bosamiz, inspect code qilamiz. Console elements bo'limiga o'tib, elements bo'limidan bodyni bitta ochadigan bo'lsak, mana root hozir gaplashgan mana shunimiz. Qaranglar, hammasi mana ichkari turibdi, mana bu yerda turibdi. Tushunyapsizlarmi? Mana buni bitta ichini ochadigan bo'lsam, mana qanaqadir divlar bor, qanaqadir white plus react degan yozuvlar bor, mana bunaqa. Ya'ni React proyekt so'zlab qilganimizda ular tomonidan qo'shib qo'yilgan, biroz chiroyli qilish uchun yaratilgan mana bu narsalar kelib qoldi. Endi savol, qayerdan kelib qoldi bu shu yerga desak, u narsalar bizga HTML dan chiqib ketaman. Source papkasini ochamiz. src papkasini. src papkasining mainiga qaraydigan bo'lsak, qaranglar, main deb yozilyapti. Tushunishga harakat qilamiz. Create root degan qanaqadir funksiya bor. Funksiyaligini qayerdan bilayapman? Funksiyani bilasam, prosta mana chaqirib, yumshoq qavslarni yozsak, mana yumshoq qavslari ana qilingan-ku mana. Nima edi ana? Mana hozir men ichidagini olib tashlasam, mana funksiya chaqirilgan prosta. Ichiga mana bu narsa berib yuborilgan. Endi shu narsani tushunishga harakat qilamiz. Nima deb yozilgan ekan? O'zimizni dom document nuqta get element by id nima qilib olardi? Chaqirib olish, tanlab olish. Rootni tanla deyapmiz. Rootni chaqir deyapmiz. Root qaysi? Root HTML dagi mana bu div. Aytyapti, qarang. Mana shuni tanladi, mana buni tanlab, shuni ichiga render qil, chizib yubor. Nimani chizib yubor? Mana hozircha bo'lar strict mode kerak emas mana. Ya iloji boricha oddiy tushunishga harakat qilaylik. Kerak emas strict mode. Teparagini ham o'lchab tashlayman. Mana. Appni chizib yubor deyapmiz. App. Nima bo'lar ekan bu app desak? Mana app mana bu narsa,
bitta ustiga bosaman. Mana biz kutib turgan joy shu yerda ekan. Ya'ni mana boyagi gaplar H1 mana biz anaqa tushunadigan HTML turibdi. Mana shu HTML boryapti-da mainga o'tyapti. Maindagi mana bu biz yozgan logika render qilyapti, ya'ni chizyapti. App komponentimizni, mana appimizni, mana bu app mana bu yerdagi HTML deb tasavvur qilaveringlar. Shu bu yoqqa kelib qolyapti. Tushunyapsizlarmi? Endi demak mana bu kodimiz mana bu yerga kelib qolyapti. Shu kodni render qilyapmiz. HTMLdagi ID ni mana bu ichiga. Shunaqa render qilib chizilganligi uchun u mana bunday holatda paydo bo'lyapti. Tushunib oldinglarmi? Shu joyni. Biz HTML ga teginmaymiz, biz mainga ham почти deyarli teginmaymiz. Hamma gapni mana bu app.jsx dan boshlaymiz. Endi ularni bizga yozib bergan HTML kerak emas. Shuning uchun o'chirib tashlaymiz. Tepaga chiqamiz. Mana buni ham o'chirib tashlaymiz. Endi qaranglar, mana bu qaranglar, o'chirishimdan oldin tarzan tushuntiravering. Mana bular mana qanday yonib turibdi, oppoq bo'lib yonib turibdi. Endi men buni agar o'chiradigan bo'lsam, mana bularni o'chiradigan bo'lsam, mana buni ham o'chirib tashlayman. O'chiradigan bo'lsam, hop, prosta H1 bilan hello world deydigan bo'lsam, tepadagilarim qaranglar, qoramtir bo'lib qoldi. Bu degani mana bu olib kelgan narsalaringni ishlatmayapsan degani. O'zi ishlatmayman, kerak emas. O'chiraman buni ham. Faqat nima qoldi? CSS. Keyin esa biz o'zimiz biladigan JavaScriptdagi funksiya. Mana har doim biladigan funksiyamiz bor-ku. Qanaqa funksiya edi bu? JavaScriptda declaration function, ya'ni birdaniga e'lon qilinadigan function. Endi uni bitta ko'radigan bo'lsak, mana hello world bo'lib qoldi, o'zimiz biladigan, o'zimiz tushunadigan. Ularda rasm, pasm bir bo'larsalar ketdi, bo'ldi, kerak emas. Endi mishkani o'ng tomoni inspect kod qilamiz. Konsollik bo'limiga, elements bo'limiga o'tib, bodyni bitta ochadigan bo'lsak, mana rootni bitta ochadigan bo'lsam, mana hozir men yozgan H1 chizilib qoldi. To'g'rimi? Shu yergacha savol bormi? Kim umuman tushunmadi nima bo'lganiga? Tushunmadinglarmi? Tushundinglarmi? Qani? Aha. JSX o'z JSX degan narsa bor. Hozir sekin kelamiz shu narsaga ham. O'sha paytda o'z tushunasizlar. Mana buni app.jsx ni bor-ku, oddiy JavaScript fayl deb tushunaveringlar. JS fayl bor edi-ku, o'shanday deb o'ylayvering. Lekin bu nima uchun unda app.js deb yozilmaganda JSX deb yozilganligini buni o'zining sababi bor. Uni kelamiz unga. Lekin hozir dars boshlangandan beri aytgan gaplarimni tushundinglarmi? Hozir aniq. Yaxshi tushungan bo'lsanglar. Olyapti. Videoga olyapti. Endi lekin to'g'ri, mana hello world qoldiga qarasak hello world chiqdi. Faqat qarang, nimagadir hello world anaqani o'rtadan chiqyapti. Qanaqadir rangi oq, qanaqadir orqa tomonlari qora. Men unaqa stil bermadim-ku. Bizda unaqa stillar yo'q edi-ku. Endi nimaning evaziga bunaqa bo'layotganligining sababi bitta ochib, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, xuddi mana bu yerda React projekt yaratganimizda o'zlari yozib qo'ygan HTML bor bo'lganligi kabi CSS lar ham ular yozib qo'yishgan. Mana. Endi ularning CSS bizga kerak emas. O'chiraman. Hech narsa qolmadi. Qaraymiz. Mana bunaqa bo'ldi. Lekin baribir o'rtada turibdi mana bu narsa. Chunki yana qayerdadir demak CSS bor. Qayerda bo'lishi mumkin? Tushundinglar. App ochamiz. Mana ular yozib qo'ygan CSS. Qarab ham o'tirmaymiz. Shuni ushlayman, o'chiraman. Natijani bitta qarasak, mana o'zimiz aynan xohlaydigan kodga keldik. To'g'rimi? Oddiy HTML yaratib kod yozganimizda mana shunday chiqardi. Mana hozir shu holatga olib keldik. Anaqamizda, React proyektimizni. Mana shu React proyekt ochib, nol holat deyiladi mana shu narsa. Mana shunday qilib qo'yishinglar kerak proyektni. Biror bir yangi proyekt
yaratmoqchi bo'lsanglar, biron bir yangi proyektni sozdат qilib ketmoqchi bo'lsanglar, albatta kelib mana kerak emas narsalarni o'chirib tashlaysizlar. Ular tomonidan default qilingan. Ular mana bunaqa ham qilib qo'ysa bo'lardi, просто oppoq nimagadir qilishmagan. Mana shunday qilish ham mumkin edi. Negadir shunday qilishmagan. Xo'p. Endi demak biz mainni mana shunday holatga olib kelar ekanmiz. Endi men nima qilaman? Buni olaman, mana bunday qilaman. Xo'p, node modules papkasini o'chirib tashlayman. Bundan chiqaman. Testni zip qilaman-da, shuni ochamiz. Telegramni. Hop. N80 gruppaga tashlaymiz. Tushdi. Hozir hamma mana shuni skachat qiladi. Visual Studio kodlaringni ocha olasizlar-da. Mana ochib, mana qarang, xuddi mana tasavvurni men ham mana ochdim. Ochamiz. Keyin terminalni ochasizlar-da. npm i buyrug'ini berasizlar. Node modulesni o'chirib tashladim chunki. Va npm run dev deb yozadigan bo'lsanglar, xuddi mana bu holatda sizlarda ham turishi kerak. Shu holatga olib kela olasizlar. Ketdi vaqt. Qilamiz shunaqa. O'tadigan bo'lsak, bizda hammasi ishlab turibdi. Endi o'zimiz biladigan holatda bitta Reactda anaqa yozib ko'ramiz. Biron nimadir yozib ko'ramiz. Appdan boshlayman. Undan ham nazariy, ozgina amaliyot, shu amaliyot asnosida nazariy ham ko'rib ketaveramiz. Birinchi gapim, qaranglar. Xo'p, mana functionga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, to'g'ri bu declaration functionga juda ham o'xshayapti, lekin bu function emas bu. Funksiya emasligining birinchi sababi, funksiyaning nomi hech qachon katta harf bilan yozilmaydi. Bunda katta harf bilan yozilyapti. Chunki bu o'z nomi bilan funksiya emas, lekin funksiya. Xo'p. Bu komponent deb ataladi Reactda. Ya'ni mana qaranglar. Katta harf bilan yozilyapti mana. Komponent deb ataladi. Bu komponentlarni functional o'z komponentlar ikki turga bo'linadi. Xo'p, komponentlar functional component va class component. Mana shunaqa ikkita turga bo'linadi. Biz sizlar bilan hozir class komponentlarni o'tmaymiz. Class komponentlarni o'tamiz, hozir emas. Ancha vaqtlargacha class komponentlarda kod yozilar edi. Lekin hozir unaqa emas. Hozir functional komponent yoziladi. Endi mana bu functional komponentlarning ham bir necha xil usullari bor. Hozir bu yerga to'xtalmoqchi emasman. Shu yerda nazariyani to'xtatamizda kod yozib ko'ramiz. Hello world chiqarmayman-da. Endi qaranglar. Bitta sayt yaratib ko'ramiz, kichkinagina, tezlikda. Qaranglar. Bitta header deganni ochsam, nima deydi? Oddiy tag HTML'dagi bor o'zimizda. Mana shuni ochaman. Endi qaranglar. Hello world. Bo'pti, bundan oldin h1, mana misol uchun h1 nima turuvdi? Hello world turgan edi. World turgan edi. Natija mana bunaqa. Mana bunday turibdi. Endi mana bu narsa Hello world. Xo'p, mana bu narsa HTML ga juda ham o'xshayapti, lekin aslida mana shu narsa HTML emas. Bizga HTML ga xuddi o'xshab yozib, shunaqa imkoniyatni, shunaqa bitta qaraganda HTML ku deb o'ylaydigan darajada shunaqa imkoniyat beryapti. Lekin bu HTML emas, bu narsa aslida JSX deyiladi. JSX degani Java Script and XML degani. Mana shu narsani, bu shunchaki syntaxis sugar. Syntaxis shakari. Bu shunchaki. Nima degani u syntax shakar desanglar, qaranglar.
mana bu yerdan, ya'ni mana app deb nomlangan bu komponentmi yo funksiyami? Komponent. Komponentni returniga qarang, HTML qaytaryapmiz. Lekin hali domgacha bo'lgan vaziyatlarda biror marta HTML qaytarmaganmiz shunaqa funksiyadan. Endi qarang, HTML qaytaryapmiz. Lekin aniqroq gaplashadigan bo'lsak, HTML emas, JSX qaytaryapmiz. JSX degani oddiygina JavaScript XML degani. JSX bo'ldi. JSX. Endi nima? Yanada baribir yanada yarki tushuntirish uchun desanglar, eshitma qaranglar. JavaScriptning ichida, mana JavaScript degan JavaScript kodlari mana bu narsalar. JavaScriptning ichida HTML yozish imkoniyati, HTMLning ichida esa JavaScript yozish imkoniyatini beradi. Hozir mana qaranglar. JavaScriptning ichida HTML yozish imkoniyatini ko'rib turibmiz. Endi qani HTMLning ichida JavaScript yozish imkoniyati desanglar, mana qaranglar. Tushaman men bu yerga. Const deymanda, misol uchun h1 yoki bo'lsam hi degan bitta o'zgaruvchi ochaman. Barobar deymanda string bilan hello world deb yozaman. Mana o'zimiz biladigan o'zgaruvchi ochganmi? Mana to'g'rimi? Endi o'shani yoki hello ni o'zi mana. World ni o'zi oddiygina. Mana bitta world degan o'zgaruvchi ochaman. World degan o'zgaruvchi ochdim. O'shani tengladim, oddiy o'zimizni har doim o'zgaruvchi. Endi o'shani qarang, o'shani mana bu yerga jingalak qauslarni ochib, prosta world chaqirib qo'yadigan bo'lsam, mana shu stringli world mana bu yerga kelib qoladi. Endi natijani qaraydigan bo'lsak, yana hali ham shunday chiqyapti. Nima dedingizmi? Yo'q, shunaqa qilinmaydi-da. JSX da HTML emas, o'zimiz biladigan. Lekin точно endi bu to'liq ma'nodagi JSX bo'ldi. Yana bir marta takrorlayman, esdan chiqib ketmasligi uchun. Tushunib olish uchun. Mana JavaScriptning ichida HTML yoza oldik, to'g'rimi? Endi HTMLni mana shu HTMLni mana ichida JavaScript yozyapmiz. JavaScript, rostdan JavaScript yozyapman-ku. JavaScript o'zgaruvchisini mana bu yerda chaqira olyapman-ku. JSX mana shunaqa syntaxis sugar. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa imkoniyat beradigan narsa. Bo'ldi shu. Mana shuning uchun ham Abdulatif qarang. Faylning nomi o'shancha ham nima ekan? JSX. Nimaga JSX desangiz, chunki mana shu komponent o'zidan return qiladi, qaytaradi. Nimani qaytarar ekan? JSX ni. Va alaykum assalom. Keling. JSX ni qaytaradi. Yo'q. JSX ni o'zidan qaytaradi. Do you understand me, guys? Tushundinglarmi? Bilaman, yangi terminlar ishlatilyapti, ertalabdan miyaga yoqaveradigan narsalar emas mana shu. Lekin welcome. Shunaqa. Qiyin emasmi? Qiyin bo'lmayaptimi? Davom etaveraymi? Ayub? Uyqungiz kelmayaptimi? Bo'pti. Okay. Demak, endi bu yoqqa ozgina kod yozamiz. Bo'ldi. Nazariy gaplashsak ham zerikarli, ana qilsak ham ozgina zerikarli bo'lib qoladi. Endi bu videoga yozilayotganligi uchun men buni o'chiraman, qo'rqmasdan. Buni ham o'chirib tashlayman. Uyda o'zingizlar yozib ko'rasizlar. Endi mana bu yerga yozamiz. Misol uchun mana bitta header bo'lsin. Headerning ichida bitta nav bo'lsin. Navning ichida UL bo'lsin. ULning ichida li bo'lsin. Lining ichida a bo'lsin. Panjara, misol uchun home bo'lsin, mana misol uchun a tegi bo'lsin, panjara about bo'lsin. A tegi bo'lsin, panjara home about misol uchun kontakt bo'lsin, yetadi. Endi navni mana bu yerdan esa bitta div bo'lsin-da. Div nima bunaqasi logo bo'lsin misol uchun bu yerda. Ana. Header tegini, header degan sectionni yaratib oldik. Natijani qarasak, mana bu holatda chiqadi. Endi bu xunuk turibdi. Buni ozgina stilga olishimiz kerak. Mana shu yerda birinchi qoida boshlanadi. CSS qoidasi ham. Qaranglar. Endi biz o'zimizni anaqada nima qilardik? Mana qaranglar. Hozir mana app komponentimizga app CSS ulangan. Mana app komponentimizga app CSS ulangan.
Endi men CSS ga shunaqa kod yozishim kerakki, misol uchun mana qaranglar. Header deb yozamanda border 1 piksel solid red yozaman. Sehrli jihati bitta qarasak, qaranglar ishlayapti mana qizil. Qanaqa ishlayapti? Men mana bu yerda qani tanlab olmadim desanglar, o'zi header degani bu global o'zgaruvchi, to'g'rimi? Global-ku bu. Mana klass bermayapmiz-ku, birdaniga header nomi bilan ishlatyapmiz, tag nomi bilan ishlatyapmiz va CSS ni birinchi qoidasi CSS ni JSX ga ulaganligimiz uchun ishlayapti. Men ulamaylikdan qarang. Men ulamayman, komment qo'yib qo'ydim. Stil ham yo'q. Ochaman, stil bor. Tushunarlimi? Endi ozgina stil olamiz hozir. Bunaqa qilmaymiz-ku, display flex. Alaykum assalom. Bu emas, bunga tegmayman. Nav ham bor ichida. Display flex deyman. Nav. Mana cho'ta stillanmadim bola. Border 2 piksel solid green. Bo'pti. Shunaqa bo'pti. Display flex justify content space between. Mana ikki tomondan bo'ldi. Hop, align items center. Mana. Endi bizga yashil kerak emas, bu kerak emas. Mayli, bu kerak. Background color orange. Hop, ozgina stillashtirib olaylik. Navni ichida nima bor edi yana? Boya. Hop, navni ichida UL bormidi? UL ga ham list style none. Mana yo'qotish uchun. UL ichida li bor edi. Li kerak bizga? Yo'q. I ham bor. Unga display inline block. Display inline block. Mana bu yerda display flex. Hammasi bir-biriga yaqinlashadi. Gap 20 piksel. Nega ochilmadi? Shu UL ular otasi-yu. Mana. Nima xato qilyapman? Bitta liniyani ichida ochib qo'yganman hammani. Shu o'sha xatoyim. Yo'q, endi unaqa qilmaymiz. Li ochib olamiz. Mana. Hop. O'sha e'tibor bermabman men ham. Xo'sh, format bu texnik nosozligi. Mana o'xshadi. Endi yana teparoqqa chiqamizda, mana bunga padding beraman. Hamma tomon tepa pastdan kerak emas. 0 piksel, o'ng chapdan 20 piksel. Mana biroz o'xshadi. Bo'ldi? Yaxshi. Shunaqa. Endi qaranglar. Misol uchun men bu yerda aynan mana navni ichidagi UL demoqchi emasman-da. Klassli qilmoqchi bo'lsam qanday qilaman JavaScriptda? Ikkinchi o'rganadigan Reactda. Anaqa ikkinchi o'rganadigan texnikamiz. Misol uchun men mana bunga qarang. Nuqta menu degan klass bermoqchiman. Shunaqa nom bermoqchiman. Endi shu nom bilan qarasam, stil yo'q bo'lib qoladi. Endi o'ylaydiki, foydalanuvchilar koder nima deb o'ylaydi? Bu stil klassli bo'ldi-yu. Endi men bu yerga bitta o'tadi, demak men mana bu yerga class barobar menu deb yozishim kerak deb o'ylaydi. Lekin yana bir marta aytaman. Mana bu narsa nima edi? HTMLmidi? Bu JSX, syntax sugar. Demak, bu yerda class bo'lmaydi-da. Endi eslab qolamiz. Bu yog'iga doim class name bo'ladi. Class name menu. Tushundinglarmi? Class name bo'ladi. Bu yog'iga class emas, class name. Class emas, class name. Hamma HTML kodlar shu ishda bo'ladi. Hozir bugun ertaga shunday bo'lib turadi. Keyin yana boshqacharoq bo'ladi keyin. Xo'p. Da. U aniq. Har doim mana shu function emas, bu komponentning returnida bo'ladi doim. Tushunyapti. JavaScript kodlar yoziladi. Ozgina kechikdingizda. O'sha o'tdik-ku, editda bir 5-6 minut oldin. Xo'p, endi header tugadi, to'g'rimi?
endi headerni yopaman, qarang, navni yopaman, headerni ham yopaman. Headerdan keyin bitta pastga tushib, headerdan keyin qayer bo'lardi ekan? To'g'ri. Misol uchun main bo'lishi mumkin yoki header bo'lsin, keyin main bo'lsin qandaydir. Main tegini ochishim bilan ona tilda mana bunaqa to'lqinli chiziq nima deyilardi? Aniqlovchimi? To'ldiruvchimi? Va to'ldiruvchi va aniqlovchimi degan xatoni berib qoldi. Chunki biz JSX qoidasini buzyapmiz yana. JSX qoidasi bo'yicha 3-qoidani o'rganyapmiz. Qaranglar, birinchi JSX ni o'rgandik, endi ikkinchi class name deyishni o'rgandik. Uchinchi mana bu narsani o'rganamiz. JSX qoidasi bo'yicha hech qachon returndan ikkita narsani qaytarib bo'lmaydi. Bitta narsa qaytarishimiz kerak. Endi nima degani bu desanglar, bitta ichkariga kirib, xat yabi bitta divga, mana xat yabi bitta divga mana bunaqa qilib mana bunaqa o'rab qo'yishimiz kerak. Mana format, mana qarang, header deb yopaman. Mana qaranglar. Header bilan main divga bitta divga o'raldi. O'shaning uchun mana xatolik yo'qoldi. Ertaga sizlarda ham xato mana shunday qizil bo'lyaptimi? O'zi chizib ko'rsatadi. Demak, siz bittaga o'ramayapsiz, ikkita narsa qaytaryapsiz yoki uchta narsa qaytaryapsiz yoki to'rtta va hokazo. Qisqasi ikkitadan ko'p narsa qaytaryapsiz degan narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun bitta narsa qaytarish kerak doim. Returnda bitta narsa qaytib ketishi kerak oxir oqibat. Endi main deyapsiz. Main yasab o'tira olmaymiz. Yasayman. Main ichi nima bo'lsin? Misol uchun hash1 bo'lsin. I'm main section deb tursin. Mana I'm main section. Xo'p, endi main sectionni ham stillayveraymi ozgina. O'taman, bo'pti. Mana bu yerda ham nuqta shart emas. Main background color green. Biroz kattalashtirmoqchiman. Height 100 piksel. Tepa pastdan 5 piksel, o'ng chapdan 15 piksel. Bir-biriga yopishib qoldi. Margin top 5 piksel. Savollar bormi shu yergacha? Yo'q, ha? Yo'qmi? Tushunmay qoldim savolingizga. Xo'p. Indeksga yozsak bo'ladimi demoqchimisiz? Albatta. Men prosta ikkalasi ham ulangan. Faqat qarang. Index CSS main ga ulangan mana. Index CSSimiz ulangan main ga. App CSSimiz ulangan app ga. Ikkitasi ham bir-biriga ulanganmi? Ha. Mana bu main, bu eng ota element. App main ichida turibdi. App CSS ulanganligi uchun bir-biriga yozyapman-da, atayin. O'sha app ichida kod yozayotganim uchun appni CSS ga yozyapman. Mainda kod yozganimda index CSS ga yozardim emas lekin. Bu prosta index CSS shunaqa CSS ki bunga ana umumiy stillar yoziladi, ana. Borku yulduzcha, margin 0, padding 0, barobatlar, boilerplate'lar borku, ana shu narsalar yoziladi. Lekin zo'r idea aytdingiz. Hozir hech narsa yozmayapmizmi? Hozir ayni vaqtda hech narsa yozmayotganim uchun men bunday qilaman-da, o'chirib tashlayman. O'chirdim. Yo'q, kerak emas. Endi lekin hozir yo'q, juda kechikdingiz-da. Videoda turibdi emas. O'sha joyini ham aytganim, HTML boshqa yerda turadi. Men doctype deyotganingiz men bu yoqda. Xo'p. Qaranglar. Index CSS degan faylni o'chirib tashladim-a? Endi bitta kod ko'targan bo'lsak, qip-qizil xatolik mana oppoq bo'lib qoldi. Kodimiz yo oq bo'lib xatolik beradi yoki mana bu yerda o'zi qizil aytib xatolik beradi. Hozir oq bo'lib xatolik berdi. Nima muammo bo'layotganligini bilish uchun inspect code mana bosamiz. Console log bo'limini ko'targan bo'lsak, aytayapti mana. Failed to load resource, the server responded with the status of to restore not found. Not found degan topilmadi degan. Index CSSing topilmayapti deyapti.
Nima uchun? Chunki mainda index CSS'ni chaqiryapmiz, lekin u narsa yo'q, o'zi umuman yo'q u narsa. Endi demak, mana bu yerda mana bunday qilib buni ham o'chirib qo'yishimiz kerak. Endi o'chirib qaytargan bo'lsak, mana yana oldingi holatimizga qaytdik. Tushunarlimi? Prosta sizlar chalg'itmasligi uchun o'chirib tashladim. Hech narsa yo'q, demak kerak emas degan ma'noda. Juda qiyin emasmikan? Ishqilib React hozircha iloji boricha unaqa qilib ketyapman. Anaqa, nima? Qiyin qilmaslikka harakat qilib ketyapman iloji boricha. Oddiy men HTML yasab ketyapman. Endi main tugadi, endi bitta footer ham yasaveraylik, kelinglar. Footer qana, mana footer tagi. Footerning ichida nimalar bo'lardi? Unda ham qanaqadir bitta URLlar bo'lardi. URL ichida anaqa li. Bunda mana shuni ko'chirib olay, mana shuni. Mana bunaqa ham bo'ladi-da. Mana bular buni ham ichida. Format. Mana. Endi bu yoqqa o'tamiz. Pastga tushaman. Footer deyman. Background color teal deyman. Mana bu ham o'xshadi. Endi unga ham padding beramiz. Tepa pastdan 0 piksel, o'ng chapdan 20 piksel. Height beramiz 100 piksel. Mana. Endi mana shu uchalasi o'rtada turib qilamizmi yoki bu menu emas, bu footer. Tak chiziqcha menu bo'lsin. Bu footer menu. Footer menyuga list style name. Display flex direction column. Align items. Items department. Justify content space between. Endi footer menyudan bizda yana bitta bo'lsa-chi. O'tamiz. Bunga display flex. Hop. Justify content center. O'ziga margin top 10 piksel. Footer menyuning ichida A bor. Text decoration none. Font family up. Color FFF. Font weight 500. Misol uchun. Oddiy bir shu Figma yasadik deb tasavvur qilinglar. Oddiy bir qanaqadir Figma bilaman, juda xunuk, lekin nimadir yasab oldik mana. Xo'p. Lekin biz React o'zini qonun qoidasidan foydalandikmi? Zo'rmi? Shumi React desanglar, mana uyda ham mana shunaqa narsa qilib kelishingiz kerak o'zi aslida. Mana uyda birinchi bunaqa qilib ko'rishingiz kerak. Footer yopaman. Endi qaranglar, bizda header bor mana. Bizda main bor, mana footer bor. Atayin bo'laklarga bo'lib oldim. Endi bunaqa qilib hamma kodlarni mana bu appni ichida mana bunaqa qilib yozish bu noto'g'ri. Yondashuv. Reactning qoidasi bo'yicha yondashish emas. React nima deydi? Reactni o'zining asosiy dokumentatsiyasiga kiradigan bo'lsak, buni tashladimmi yo'qmi sizlarga bilmadim. Asosiy dokumentatsiyani tashladimmi o'zi? Birinchi darsda. Mana kiradigan bo'lsak, mana Reactga kiradigan bo'lsak, yoki uni eski dokumentatsiyasi ham bor. Mana React. Eski dokumentatsiyasi ham bor. Eski deganim juda ham eski emas, lekin 18.2 versiyasigacha ekanmi, adashmasam.
shunaqa ekan. Qaraydigan bo'lsak, React 3 ta ustiga qurilgan. 3 ta bir mana shunaqa narsani ilgari suratda shunaqa qilib ishlasak zo'r deydi. O'sha 3 tasini eng o'rtadagisiga qaraydigan bo'lsanglar yozib qo'yibdi mana. React component based, komponentlarga asoslangan degani. Lekin bizda nechta komponent turibdi hozir mana shu yerda? Qani? Bitta komponent mana bu narsa, to'g'rimi? Bitta komponent ichida filyonta yozuvlar. To'g'rimi? Mana bitta komponent, lekin vobshe ko'p yozuvlar. Unaqa qilish noto'g'ri, unaqa yondashuv noto'g'ri. Shuning uchun aytadi React bunaqa qilma deydi. Undan ko'ra komponentlarga bo'l saytingni deydi. Mana men saytga qaraydigan bo'lsak, saytimizni sizlar hozir boshida adashib aytib o'rgan narsalar aslida to'g'ri edi, ya'ni qaranglar. Mana headerni o'zini bitta komponent deb tasavvur qilsak bo'ladi. Header komponent. Main sectionni o'zini main komponent. Footerni o'zini footer komponent deb qarasak, kodlarimizni shunaqa komponentlarga bo'lsak, foydalanish juda ham oson bo'ladi. Hozir endi men shu ishni qilib beraman sizlarga. O'tamiz. Qanaqa qilib qilinadi qaranglar. Chiqamiz. Mana bu source papkasini ichidan ochamiz komponent mana. Bitta ochaman. Xuddi app bu komponentmidi? Xuddi shunaqa komponent ochaman. Misol uchun katta harf bilan header.jsx. Mana header komponentini ochib oldim. Endi uni ichida yozaman. Nima deb yozardik? Komponent ochish uchun mana app komponent qanaqa bo'lib ochilgan, qarang. App komponent qanday ochilyapti mana? Uni yopaylik, returnni mana. Mana bunaqa. O'tamiz. Function header, to'g'rimi? Header. Mana bunaqa ochamiz. Mana bunaqa. Returnni mana bunaqa. Keyin pastda nima turibdi mana? Export default app. Bizda nima bo'ladi endi? Export default header bo'ladi-da. Endi returnni ichiga esa appga shunday o'tamanda, hozir yozgan mana bu headerimizni qirqib olib, kelib, mana bu headerga qo'yib qo'yaman. Ko'rdinglarmi? Shuni bitta bo'lakchani olib, shuni bu yoqqa komponent qilib yasavordim. Bitta bo'lakchani shu yerga yasavordik. Tushunarlimi yo'qmi? Mana shu joy hozir. Keyin buni mainga ulab qo'yamiz. Yo'q. Yo'q, appni mana shu uyilib olgan joyimizga olib kelib qo'yamiz endi shu narsani. Mana appni mana shu yerda yurib tashlarim-ku. Shu yerda turish kerak edi header. Endi mana hozir mana bu joyga tushundinglarmi? Yo'q, mana shu joyga. Ha? Tushundinglar-a, to'g'rimi? Oddiy function. Ha? Mana bunaqa headerga o'rab qo'ydim. Bo'ldi. Endi appga kelamanda, mana shu narsani qaranglar. Chaqiraman. Xuddi funksiyani chaqirgandek. Faqat bitta tomoni bu funksiyami nima bu narsa? Komponent. Komponent bo'lganligi uchun ham u funksiyaga o'xshab chaqirilmaydi. U komponentga o'xshab chaqiriladi. Ya'ni o'tamizda men tag bilan chaqiraman mana. Xuddi ana HTML ga o'xshab chaqiriladi. Header deyman. Shuni enter deb bosaman, qarang mana tepada import bo'ldi mana. Keldi. Import degani olib kelindi degani. Agar yo'q import qilish hozir bittada tushunmagan bo'lsanglar, header deb mana bunday qilaman. Mana bunday qilaman. Endi uni o'zim import qilaman qo'lda. Import kelsin, kim kelsin? Header kelsin from dan kelsin. Qayerdan? Nuqta slash mana bu yerdan kelsin. Tushundinglarmi? Mana bu yerdan, mana bu yerdan headerni olib kel, import qil dedik. Nimaga header import bo'la oladi? Chunki u o'z tomonida eksport qilinganligi uchun import bo'la oladi. Export import masalasi shunaqa. Tushundinglarmi? Export degani mana shu faylimni boshqa yerda ham ishlatmoqchiman degani. Import degani esa mana bu faylni ishlatyapman degani. Import qilib. Natija mana hali ham o'sha. Xatolik yo'q. Zato kodlar bo'lindi. Alohida komponentga ajratildi. Endi menga aytinglarchi, main uchun nima qilsam bo'ladi? Albatta, source ni ichida main mana main bilan adashtirib olmang, xo'p? Agar adashtirsa boshqa ism qo'yinglar agar. Adashtirib olaman desanglar. O'zi boshqa bo'ladi. Bir xil shunga ham adashadi, bir xil nomda bo'laydi. Adashmayapsizlarmi qilib? Yozaveraymi JSX deb? Nuqta JSX. Mana
A file or folder main JSX already exists. Nima degani? Qachon bor, boshqacha ism qo'y deyapti. Qani o'zi shunday ham ruxsat bermas ekan. Boshqa harfda baribir emas kerak. O'sha bir xil emas ekanda, o'sha baribir emas ekan o'sha. Nima deb ism qo'yamiz? Bitta boshqa ism qo'yaversak bo'ladi. Misol uchun main qo'yib ko'ramiz qani? Main 2. 2 desam. Layout deydi. Layout desak bo'ladi. Layout.jsx. Tushunyapsizlarmi ishqilib? Qo'ydik. Mana bu yerdan boshlaymiz. Function layout mana bunaqa return mana yerga nima edi? Export default layout. CSS'ni bitta anaqiga yozaveramiz. Oz kelyapmiz shu joyga ham. Shu joyga ham kelyapmiz. Zo'r. Mainni olaman, qirqib olaman, layout o'taman, returniga kelib shunday qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Endi bu yoqqa kelib nima qilishimiz kerak edi? Layoutni chaqirib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi footer uchunchi? To'g'ri. Footer.jsx footerning ichida yana function footer mana return export default footer o'taman appga footerni qirqaman, footerga o'taman, mana bu yerga qo'yaman. Mana footerning o'zini anaqalari. Mana. Bu yoqqa o'tib endi nima qilamiz? Prosta footerni chaqiramiz. Qarang qanaqa cho'tki bo'ldi endi. Hammasi alohida bo'laklarga bo'linib turibdi. Savollar? Nima bo'lsa? Ha. Hattoki 20 ta bo'lsa ham, 50 ta bo'lsa ham. Qancha bo'lsangiz, shuncha zo'r, shuncha yaxshi. Mana lekin hali ham kodimiz oldingida ishlayapti. Va biz React'ning component based degan qoidasiga ozgincha amal qildik. Tushundinglarmi? Mana bunaqa qilib bo'lib oldim. Shu hozircha. Endi yana bitta joyi bor. Biz faqatgina e'tibor bergan bo'lsanglar, faqatgina misol uchun header bo'ladimi, layout bo'ladimi, footer bo'ladimi? Qaranglar, faqatgina app.jsx dan o'tib nimasini? HTML'ni, aniqrog'i JSX-ni yulib oldik, to'g'rimi? Nafaqat aslida JSX-ni, CSS-ni ham olishni iloji bor edi va shunday qilishimiz kerak. Yana qaranglar mana headerni stillari, header endi qayerda? Header komponentida. Header komponentning JSX-i header komponentida turibdi. Lekin header komponentning mana bu header JSX-ning stillari esa qayerda turibdi? App CSS da turibdi. To'g'rimi? Bu to'g'rimi? Yo'q. Noto'g'ri joyda turibdi-ku. Endi mana bu header JSX uchun uning yonidan header.css ochamiz. Xuddi app.jsx uchun uning yonidan app.css ochilganiga o'xshagan. Style degan tegimiz yo'qmi? Lekin mana bu yerdan demoqchimisiz? Mana bu yerdan style debmi? Inline. Shunaqa inline degan mana shunaqasimi? Shunaqa deb aytmoqchimisiz? Mana bu yerdanmi? Yo'q. Unda unaqa qilishimiz kerak emas. Uni o'zini stil mavzulari ham bor. Alohida o'rgataman. Ya'ni sizlar bitta cho'tki stillar kutib turibdi hali yana. Xo'p, endi hozir mana buni ochamiz ekan, to'g'rimi? Endi app CSS ga kiraman. Headerning stillari qaysi? Mana bu narsalarmidi? Qirqib olaman. Qarang, hech narsa qolmadi.
Endi headerga kelamanda, men bu kodlarni yozaman. Men bu yoqqa tashlab qo'ydim. Header CSS ni ichiga tashladim. Endi lekin header CSS degan fayl ochilganligidan kimda xabari bor savol? Bironta komponent xabari bormi? Biladimi shunaqa narsa ochilganligini? Misol uchun qarang. App CSS ochilganligini kim biladi bizda? Mana shu yerda. Men bilaman deysizmi? Xo'p, ozgina uyg'otish uchun aniq qilyapman-da. Men ham bilaman desam. Xo'p. Men qani yo'q bilmaydi-yu mana. Qani CSS yo'q bu yerda. Albatta, app.jsx biladi. Qayerdan biladi? Men birinchida yozib qo'yibmiz-ku. Demak, bu gapim bilan nima demoqchiman? Ha, headerni ham ishlash uchun men qarang, natijani qarasak, yo'q bo'lib qoldi. Stil yo'q bo'lib qoldi. Sababi header borligini header.jsx o'rtog'i bilmaydi-da. O'rtog'i bilish uchun tepaga chiqib import, tushundinglarmi? // ko'rinmayapti. O'zi ko'rinmaydi ham. Qo'lda yozib turaveramiz. header.css. Mana shuni chaqirib qo'yishimiz kerak. Natija mana yana oldingidek sariq bo'lib qoldi, ishlayapti. Tushundinglarmi? Lekin hali ishimiz tugamadi. Endi headerni o'rtog'ini ochgan bo'lsak, layoutni ham o'rtog'ini ochamiz. layout.css. Ochdim. Savol bo'lsa joyida berib ketaveringlar. Endi app CSSga kiraman, main stillarni olaman, layoutga o'taman, qo'yaman. Format qarasam yana o'xshamay qoldi, chunki o'sha gap. Mana bu yerga o'tib import qilamiz. // main.e main emas. layout.css. Mana yana ishladi. Endi footer yonidan footer.css ochildi. Bu yoqqa kelamiz. Birinchi mana bunga qo'rsam tushunasizlar. Import // footer.css olib kelib oldim. Appga kiraman, footerni stillarini shunday olaman. Footerni CSS ni ichiga mana bu narsa olib kelib qo'yaman. Mana. Yana oldinda ishlayapti. app.jsxda faqat komponentlarni olib keladigan bo'lsa, uni CSS ham kerak. Da. Zo'r. Tushundinglarmi hozir nima deganlariga? Qarang, app CSS ichida hech bo'la qolmadi. O'rin ham qolmadi. Lekin agar app.jsx ni mabodo mana bu divimi, misol uchun yo boshqa nimasidir, aynan appning o'zida nimadir stillamoqchi bo'lsangiz, kerak bo'lib qolar. Lekin hozir kerakmi? Ayni vaqtda kerak bo'lmasa o'chiramiz. Va sizlarga bitta savol. Hozir bu yoqqa o'tsam xatolik beradimi yo'qmi? Chunki u mana bu yerda palakat ulanib qolgan. Natijani qaraymiz, endi xatolik yo'q. Va kodlarimiz bo'la osonlashdi. Juda osonlashdi endi. Zo'r, yaxshi. Zo'r kelyapsizlar. Endi qaranglar. Mana bu yerda osonlashtiraman deb, mana bu yerda murakkablashtirib qo'ydik-da, tushunyapsizlarmi? Bu yerda osonlashtiraman deb, bu yoqni murakkablashtirib qo'ydik-da. Murakkablashtirdik degan qanday ko'payib ketib qoldi mana bu narsalar. Endi mana shu holatni yanada osonlashtirish iloji bor. Source papkasini ichidan bitta papka ochamiz misol uchun, lekin papkaning nomi kichkina harflar bilan ochilishi kerak. Endi yo'q, katta harf bilan ochsak ham bo'ladi. Qoidasi bo'yicha. Header degan papka ochaman. Header degan papkaning ichiga mana qarang. Header.jsx ni buni ichiga tashlayman. Header CSS ni buni ichiga tashlayman. Mana ikkalasini ushlab turadi mana shu narsa papka. Endi source papkaning ichidan bitta layout degan papka ochaman. Layout.jsx ni buni ichiga tashlaymiz. Layout CSS ni ham buni ichiga tashlaymiz. Endi source papkaning ichidan footer degan papka ochaman. Footer.jsx ni buni ichiga tashlaymiz. Footer CSS ni buni ichiga tashlaymiz. Bo'la yanada osonlashib qoldi, ko'rdinglarmi? Alohida papkalarda turibdi kerakli narsalar. Footerga ichiga ochsangiz, Footer.jsx, Footer CSS. Header papkasini ochsak, Header.jsx, Header CSS. Layout ichini ochadigan bo'lsak, Layout.jsx. Mana bu yerlar avtomatik o'zgarib qoldi, lekin mabodo shunaqa bo'lmay qolishi ham mumkin kimnidir kompyuterida. O'shaning uchun
Ha, extension o'rnatish kerak emas menimcha. O'zim hamda ushlab tashlagan paytinglar sizlarda men berdim 4 burchak model chiqadi-da. Anaqa yo'lini ham o'zgartiraymi deb yozar o'zi ingliz tilida. Keyin keyin o'sha har doim ha deysizda mana pitechka qilib bossangiz keyin o'zgaradigan bo'lib qoladi. Men shunaqa bosganman, shuncha avtomatik o'zgartiryapti. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, o'zingizlar qo'lda yozishlarga to'g'ri kelar ekan mana shu joyini. Boshqatdan import qilish kerak. Xo'p. Oqila nimagadir tushunmadingizmi? Tushunyapsizmi aniq? Savol bo'lsa anaqa beravering bemalol. Tushunmagan bo'lsangiz. Endi o'sha fayllarni komponentiga alohida faylga qo'ysam. Ha. Yaxshi. Endi qaranglar. Source papkasini ichida men papkalarni ochdik-ku, bu papkalar nima papkalar? Bular komponentlar, to'g'rimi? Mana bu header komponenti edi. Qayerdan bilaman men? Komponent bu mana, header komponent. Footerlar esa footer komponent. Layout esa layout komponent. Endi bularni yana bitta mantiqan bitta joyga bo'lsak bo'ladi. Source papkasini ichidan bitta komponentlar degan papka ochib, komponentlar papkasining ichiga footerni, headerni, layoutni tashlab yuborsak, juda cho'tki bo'ladi-da endi. Undan ham osonlashdi mana. Jarayon. Komponentlar degan papkaning ichida turibdi. Bo'ldi. Xush kelibsizlar Reactga. Mana shu React. Boshlanishi.